kabi tabiiy jarayonlarning asosiy kalitidir. Bu fan talabalarini nafaqat ilmiy fikrlashga, balki hayotiy masalalarni yechishga tayyorlaydi. Har bir reaksiya, har bir formula bilim va amaliyot o'rtasida asosiy bog'liqdir va bir-birini doim to'ldirib turadi. Bizning YMU universitetimizda kimyo fanini o'qitish uchun zamonaviy barcha texnik vositalar bilan jihozlangan laboratoriyalar mavjud bo'lib, bu yerda talabalarimiz nazariy olgan bilimlarini amaliy mustahkamlash uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bizning asosiy maqsadimiz xavfsiz, puxta, ilmiy fikrlay oladigan yosh mutaxassis olimlarni tayyorlash. Har bir tajriba va kuzatuv talabalar uchun yangi bilimlarga eshik ochadi. Kimyo faqat laboratoriyada o'tiladigan fan emas. Bu dunyoni anglash, muammolarni yechish va yangi imkoniyatlarni kashf etish san'atidir. Va bu yo'l aynan bizning kafedradan boshlanadi.